Mana shu avion mana shu oxirgi o'tib Xudo xolasa bu buxorga cho'kib yoqolmaydi. O'ta ko'p bosib. Bundan tashqari yana bor. Bundan tashqari o'ta ko'p. Bo'ldi. Yoqolmaydi Xudo xolasa. Bir ko'rsatib beraylik haligi. Mana bu yerdan ochgansan deyishmas, ha? Mana. Mana hamma har xil. Chunki sonni ko'rsating yana. Mana bu don xo'jaga Xudo xolasa. Xudo xolasa uyaltirmaydi akalar. Keyin sariliga mana sap-sariq rosa pishgan qo'ygan. Mana bu. Mana akalar. Boshaqasini qidirib yuruvdingizmi? Ha. Boshaqasini qidirib yuruvdingizmi? Aynan siz uchun. Akalar Xudo xolasa mana. Donni qaranglar. Sarg'ayib o'zi bilinib turibdi. Hatto o'zingiz don. Bu yoqdan qo'shib olganim yo'q. Bir ko'tarishda sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Mana shunaqa, mana shunaqangi variantlardagi. Qattiq ham qolmagan. Ha. Eng qizig'i, o'ta qattiq ham emas, o'sha qattiqlik paytida mana o'rilgan. Va buni yegandan keyin Xudo xolasa mollaringiz juda ham zo'r o'zgaradi va juda ham sut ko'paytirib yuborishi mumkin bo'ladi.